Mana shu bolali sigirimiz 22 million so'mga olinibdi. Bolasi ikkinchi bola ekan. Ko'pcha bolasi. 22 million so'mga olinibdi. Nechta sotildi? Oldim aka. Qanchaga? 22 oldim. Aka nima paroda bor? Rossiyskimi? Vallahi qarang do'stlar. Ekranga kameraga sig'mayapti-yu. Nima deyapti bu? Sir bozor aka. Aka buni bolasi qaysi? Bu yakkami o'zi? Ha. O'kischa. Yo, buni biroz yemadimi? Bolasi qaysi kattani? Ha, bu yakka ya? Ha. Nech pul aytilyapti aka вообще? 30 million 25 ta deb. Ha, kattasi 30 million, qolgani 25 million so'mdan aytadi. Nima rossiysk paroda ya? Ha, Galishdi. Do'stlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkalasini 25 milliondan 50 million so'm aytilayotgan ekan. Mana shu sigirni o'zi 30 million so'm aytilayotgan ekan. Jami 80 million mana baho qo'yilyapti. Buni bolasi do'stlar mana ho'kizcha ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham buni bolasi ekan, oldinroq tug'ilgan. Aka Dilbar raqam qoldiramizmi? Aka, telefon nomeri qoldiramizmi? Ha, Og'abek. Ayting. 91lik 91lik kodi bilan 229 78 95 bo'lsa mana shu. Bolali sigirlar ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamizni qo'ng'iroq telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, Musulmonjon Ibragimovga bossangiz, Instagram kanalimizga chiqib keladi. Realni sotilgan narxlarni kuzatib o'tyapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuni bosib qo'yasiz. Yuklagan videolarda hammasini qo'ng'iroqcha onu yoqib qo'yamiz bildirishnomani. Mana sotilgan narxlarda realni ko'rsatib o'tyapmiz. Qancha chiqib keladi? Bugun buni mollar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Musulmonjon Ibragimov do'stlar. Ko'proq Rossiyadalar biz. Savdosi bo'lyapti buni. Sotildimi? 24 ga. Bolasi necha oylik ekan bu? 3 oylik nechinchi bolasi ekan? Bu 7-chi, 6-chi bolasi ekan, 3 oylik ekan do'stlar. Mana bolasini qarang. 24 ga dedingizmi aka? 24 millionga olinibdi. Gap yo'q. 24 million so'mga olinibdi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 3 oylik ekan, 6-chi, 7-chi bolasi ekan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizingmisiz? Nech pul bo'lyapti savdosi aka buni? Savdosi 32 million. 32. Aka bolasi irg'ochi o'tkichi? Irg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bolasi irg'ochi, ha? Gap. Necha litr sut beradi aka erta-kech? 4 dan 8 litr bor. Erta-kech 4 litrdan 8 litr suv orqa tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Quyosh solgani pand beryapti. Aka endi telefon raqamini aytamiz. 97lik kodi bilan 535 85 90. Do'stlar mana shu nomerga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz. 19,5 beray. 19,5 so'rayaptimi? Bolasi irg'och o'kisi? Boy nechinchi bolasi bu? Mana ikkinchi bola ho'kizcha. Bo'g'oz emasa, qisirmi? Yo'q, yaqinda. Ha, yaqin tug'ildi. Necha litr sut beradi bu? Necha litr suti bor? 4 dan 8 beradi. 8 litr bir kunda 4 litrdan suti bor ekan. Orqa tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Bova, telefon raqamini aytamizmi? Savdangizni bersin, sotib keting. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Ha? 22 deb 18 ming
22 milyon aytilyapti, 18 milyon savdosi bo'lyapti. Bolasi qancha cho'kischa? O'kischa. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Necha litr suti bor ertagach? 5 litr suti bor. 5 litr suti bor ekan. Telefon raqami qoldiramizmi? Raqam 77lik. 77lik kodi bilan 294 294 44 90. 44 95 bo'lsa mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana shu bolasiga nima qilgan bo'lsa. Aka nech pul aytilyapti bu? 22 million aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Nech pul so'radi? 18 million 700 so'radi. Bolasi qancha ekan? Nechinchi bolasi bu? Birinchi necha litr sut beradi? 3,5 7 litr sut bor. Bolasi necha oylik? 4 oylik. Telefon raqam qoldiramizmi? Qancha bo'lyapti? Savdangiz bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Videoga olsak bo'ladimi? Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? 20 million aytilyapti, hal so'ramadi. Bolasi o'qishchi? Urg'ochi. Nechinchi bolasi? 3-chi bola. Nechta litr suti bor aka ertagacha? 6-7 litr suv orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Qoldirmayman. Mayli, o'zi sotib keting aka, savdangizni bersin. Ha, akalarimiz deyapti. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Do'stlar, Universal Travelkamizning yangi partiyasi keldi. Mis atmotkali, alim atmotkali 3,5 ming kilovat, 3 ming avlod. Alimin atmotkalining do'stlar narxi 2,5 million so'm. Surxondaryo bo'yicha dastavka bor. Misligimizda esa 2 million 800 qilib Surxondaryo bo'yicha yetkazib beramiz. Uydan olib ketsangiz qulayroq qilib kelishtirib beramiz do'stlar. Telefon raqamlarimiz 91lik 577 46 36, 94lik 873 19 94. Manzil Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani, Surxon 2-bo'lim. Telefon qilaverasizlar. Hech pul aytilyapti bobo bu. Assalomu alaykum. 18 million aytilyapti, 16 million savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi o'qishchi? Ha, urg'ochi. Urg'ochi. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Necha litr suti bor ertagacha bobo? Qancha suti bor? Necha litr sut beradi? Endi litrlamaymiz. Taxminan. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 91lik kodi bilan 517 73 27. Mana 73 22. Ha. Do'stlar, mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, akamizni shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Aytilyapti, nechta savdosi bo'lyapti? 15 million savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi? Urg'ochi nechinchi bolasi? 10-chi bolasi. Gap yo'q aka. Bozorda 3 tadan ziyod tug'maydi-ku bozor sigirlar. Gap yo'q aka. Necha litr sut beradi aka? 1 soatlik sut beradi. Qanaqa satr bilan? 5 litr, 10 litr. Akamiz hazilgacha ekan. Necha litr beradi aka? Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 97lik kodi bilan 111 3001. Ana shu sigir do'stlar ma'qul kelgan bo'lsa, xaridor bo'lsa, mana shu akamizni telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Nech pul aytilyapti aka? Savdosi qancha bo'ldi? Savdo 24 ham. Bolasi urg'ochi o'qishchi? Oldiga olmasak bo'lmaydi ekan. Bolasi urg'ochimikan, o'qishchamikan? O'qishchi. Savdo bo'lyapti. Aka nech pul so'rayapsiz? 24 yarim. Mana do'stlar 24 yarim savdosi bo'lyapti. Mana shu bolasiga. O'zi savdo bitadi o'zi. Menimcha ko'p qolmadi. Oldi o'zini olamiz. Nech pul savdosi bo'lyapti? 22 million. Bolasi urg'ochi o'qishchi? O'qishchi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Necha litr sut beradi aka bu? 6-7 litr suti bor. Bu tomondan olsak do'stlar, quyosh pand beryapti. Shuning uchun imkon qadar bu tomondan video qilamiz. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Qo'yib sotib ketaman. Savdangizni berib sotib keting aka.
Ya malni o'zi olinyapti, aytavering aka. 22. Bolasi urg'ochi, o'kischa ikkinchi bolasi. Nechta litr suti bor aka buni? 5-6 litr suti bor. Orqa tomonlaridan mana quyosh bo'lsa ham bir olib ko'rsatib beramiz mana. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 90 97lik kodi bilan 848 82 81 do'stlar. Mana shu akamiz telefon raqamiga bog'lanasiz. Mana shu bolasiga nima qilgan bo'lsa, uyda ham bor aka. Uyda ham o'zi ko'p ekan. Kimga agar bolasiga sog'lom sigir kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasiz. Nech pul aytilyapti aka bu? Buni 17 deyapti. 17 aytilyapti, 14 so'rayaptizmi? 14,5. 14 bilan 500 jeb cheksiz beraman. Bera olasizmi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Aka bolasi urg'ochi o'kischa? Urg'ochi nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Suti qancha bor? 25 litr suti bor. 5 litr suti bor aka. Onam beradi. Yem yesam emas beradi. Gap. Telefon nomer qoldiramizmi? 90lik kodi bilan 226 09 94 do'stlar. Mana shu bolasiga nima qilgan bo'lsa, uyda ham bor, uyda ham bor, izi bor ekan. Qo'ng'iroq qilaverasiz. Surxon savdo YouTube kanali aka. Surxon shamolimi? Savdo. Surxon savdo. Musulmonchilik Ibragim. Nech pul savdosi bo'lyapti? Bolasi 19,5 bo'lyapti. 19,5. Bolasi o'tkizcha. Bolasi o'kischa birinchi bolasi. Nechta tur sut beradi, jiyam bu? Ikki vaqtiga shu 5-6. Ikki vaqtiga 5-6 sut bor ekan, mana sigirni qarang, chiroyligini. Gap yo'q. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayt, jiyan, sigir yaxshi sigir ekan-da. 93lik kodi bilan 844 44 do'stlar. Mana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, shu jiyanni telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 19,5 bo'lyapti. 26. Bolasi urg'ochi? O'kisa, nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Nechta tur sut beradi aka bu? 8 litr sut beradi. Bo'g'azmi aka bu? Aylantirib ko'rsatamiz do'stlar. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Telefon raqam? Savdangiz bersin aka. Telefon nomer shart emas ya.